Agar siz ham pyurelarni videoda ko'rsatilgan tartibda tayyorlab beradigan bo'lsangiz, bolajoningiz siz tayyorlagan pyurelardan rad etmasdan yeyishni boshlaydi. Ko'pchilik onalar birinchi marta bolasiga pyure berayotganda noto'g'ri sabzavotlar tanlash orqali bolasiga allergiya holatlarini chaqirib qo'yishi mumkin. Eng to'g'ri tanlov birinchi o'rinda kabachkidan boshlash. Yengil hazm bo'ladi, allergiya xavfi juda ham kam, keyin bolangiz ichini qotirib qo'ymaydi. Xohlasangiz bug'da dimlab berasiz, xohlasangiz suvda qaynatib berasiz. Kabachkimiz pishib olgandan keyin albatta bolaga berishdan oldin bir xil massa bo'lgungacha blenderlab keyin yediramiz. Har qanday sabzavotni birinchi marta berayotganingizda uni 1 kundan 3 kungacha sinab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi kun mana shu kabachkidan boshladingiz, kabachkini 1-2 choy qoshiqdan berasiz. Ikkinchi kuni sal ko'proq, uchinchi kunga kelib 30 mg gacha oshirishingiz mumkin. Agar hech qanaqa allergiya holatlari kuzatilmasa, 4-kundan yana yangi sabzavotga o'tishimiz kerak bo'ladi. Kabachkidan keyingi mahsulot bu oshqovoq bo'lgani juda ham to'g'ri tanlov, chunki u yengil hazm bo'ladi. Har bir mahsulotni kabachki kabi 3 kundan sinab olamiz. Qolgan kunlari beradigan mahsulotlaringizni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Eng asosiy eslatma, pyurengizga hech qanaqa tuz, shakar, yog' qo'shmaysiz, bo'lmasa bolangiz o'rganib qoladida, keyin sog'lom pyurelarni yemay qo'yadi. Tuz, shakar, yog'lar bola oshqozoni uchun hali juda ham ertalik qiladi va oshqozonida infeksiya yig'ilishini ko'paytirishi mumkin. Boshlanishiga bolajoningiz tanish ta'mni his qilishi uchun o'zingiz sutingizdan yetarli miqdorcha sog'ib pyurega aralashtirib bersangiz, tanish ta'm bo'lgani uchun bolajoningiz pyureni hech qachon rad qilmaydi. Albatta saqlab qo'ying, bu siz uchun kerak bo'ladi. Foydali ma'lumotlar profilda.